Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh sizlarga original 173 F motobloglarimiz va Zver va yana Opak firma va Green Texa firmalarimizning obzorlarini qilib o'tyapmiz. Bu original motobloglarimiz juda sifatli va juda cho'ntak bo'lib narxlarda chiqqan va garantiyali motobloglar sirasiga kiradi. Motobloglarimizni qulayliklar bilan bir tanishtirib o'tamiz. Bu 173 F motorlar bilan jihozlangan 5-6 kuchlik motoblog hisoblanadi. Ko'p joyda 7 deb sotishayotgan ekan, aslida 5-6 kuchlik hisoblanadi. Bu dizelli motoblogimiz 4 qator 8 qator original pechatlik vashi baquvvat frezerlar qo'yilgan va yana qo'shimchasiga yoniga barabanlari bilan jihozlangan. Motoblogimiz rollari juda uzun, zo'r shaklda ishlangan, karabkalari ko'rgansiz juda baquvvat karabkalardan qo'yilgan 173 F 5 stator motor hisoblanadi. Yoqilg'i turi salerka bo'ladi. Salerka rasxodi 500 gram rasxod qiladi. Moy 1 litr motorga moy solinadi, karobkaga 1 litr 700 gram karobka moy solinadi. Rasxodlari original temir nimalar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqasiga temir qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Zaklyovka temirdan bo'lgan original motoblog hisoblanadi. Motoblog olmoqchi bo'lganlarga birinchi navbatda ko'radigan joylarni tushuntirib o'tyapmiz. Bu 173 F motoblogimizni narxlariga keladigan bo'lsak 5 million 600 ming so'm qilib berilyapti. Mobodo kelishingiz mumkin. Texa motobloglarimiz ham yetib kelgan yangi partiyalarda 170 F motorlar bilan jihozlangan benzinoviy bo'ladi. Original motoblog hisoblanadi. Original motoblog olaman desangiz, Toshkent shahri Arqulov bozoriga kelasiz, xarid qilaverasiz xalqim. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bloklarga o'yib yozilgan, bemalol ko'raverasizlar va temir pechatlar bilan qo'yilgan. Orqasiga zaklyovkalari temirdan ishlangan. Yoqilg'i turi benzin baki 3 litrlik bo'ladi. Rasxodi soatiga 1 litrdan rasxod qilib beradi. Maslinli datchiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, like, podpiskalarda bosib qo'yaverasizlar. Narxlari 4 million so'mdan. Mobodo buni 90 graduslik buriladigan shaklda qilib ber deganlarga unda ham mavjud, kelib xarid qilishingiz mumkin. Unisini keladigan bo'lsak 4 million 400 dan deyilyapti, kelishtirib beriladi mana. Ikkovini ham ko'raverasiz, mana o'ynashiga e'tibor berasizlar. Xohlasangiz oddiy shakl 4 million so'mdan, 4 million 400 ming so'mdan originali degan, endi bunoganda hamma aytishadi, original emas, bir xil bo'ladi, bitta pachimli qo'yilgan bo'ldi xolos. Shunisiga e'tibor berasizlar. Kelasizlar, kelishilgan xil narxda olib ketaverasizlar xalqim. Endi ko'pchilik remenlik holda yetib kelgan Green X firmani mollari hisoblanadi. Oldiga balonchalar bilan jihozlangan, juda qulay ishlangan, 70-90 ga tushadigan freza bilan jihozlangan motoblog hisoblanadi. Bunimiz narxlariga keladigan bo'lsak 3 million 900 ming so'mdan kami bor qilib beramiz. Endi bu ko'rib turganingiz juda baquvvat ishlangan bir Opak firmaning motoblogi, bu ham remen bilan jihozlangan, bu ham juda sifatli ishlangan. Buni narxlari keladigan bo'lsak 3 million 900 ming so'mdan bilan kelasiz, kelishtirib olib ketaverasizlar. Original Zver firmamizni ko'rishingiz mumkin. Juda antikvar va juda baquvvat ishlangan bo'ladi. Bu firmamizning mollari, baklari juda uzun ishlangan. 70 ga bemalol agatarasiga tushadi. 7-6 kuchli motoblog hisoblanadi. Bunimizning qo'sh filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Qo'llari ham juda uzun, chiroyli ishlangan. Baquvvat motorlar bilan jihozlangani uchun 1 yildan garantiyalar bor. Original Zver motoblogi hisoblanadi. Motoblogning keladigan bo'lsa, oladigan odamlar kelib like, podpiskani bosib keladigan insonlarga 4 million 400 sotyapmiz. Yana 200 mingdan siylab beradigan joylarimiz bor. Arzon motobloglar kerak bo'lsa 3 million 200 3 million 300 minglik motobloglarimiz ham chiqadi. Xudo xolasa kutsizlar 1-2 kun ichida chiqadi. O'shani qilib beraveramiz. Arzonroq motoblog xohlayotganlarga bo'lsa, arzonroq motobloglarimiz ham mavjud. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, muammosi yo'q.
Optimum narxlarda optimum chaklarimiz yaxshi bilishadi. 220-230 dollardan tarqatganmiz. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Xudosi yaqinda chiqib qoladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, faqat like va podpiskani bosib qo'yib kelib xarid qiladigan joyingiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin.